Navoiy viloyati Karmana tumanidagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 25-sonli maktab-internatida og'ir darajadagi sog'lig'idagi nuqsoni bor bolalarning jamiyatga moslashuvini ta'minlashga mo'ljallangan g'amxo'rlik guruhi tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 25-yanvardagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish va ularni reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari maktab-internatida qisqa muddatli ta'lim va tarbiya berishga mo'ljallangan g'amxo'rlik guruhlari tashkil etilmoqda. 3 nafar farzandim bor. Bitta qizim shu ijtimoiy himoyaga muhtoj. Oldin qaynonam qarardilar uyda. Men davlat ishida ishlardim. Hozir davlatimiz shunaqa imkoniyat, shunaqa sharoitlar yaratib beribdilar. Juda ham xursand bo'ldik, minnatdorman. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, malakali tarbiyachilar, o'qituvchilar, logopedlar, massajlar tashkillashtirilgan ekan. Endilikda farzandim shu g'amxo'rlik guruhiga kelayotgandan juda ham xursandman. Tashkillashtirganlarga juda ham minnatdorman. Mazkur guruhga ixtisoslashtirilgan maxsus ta'lim muassasalariga qamrab olinmagan bolajonlar qabul qilindi. Ular malakali mutaxassislar tomonidan parvarishlanib, ta'lim-tarbiyaga jalb etilgan holda jamiyatga moslashishiga ko'maklashiladi. Bugungi kunda Navoiy viloyatida g'amxo'rlik guruhi soni 3 ga yetdi va ularga 18 nafar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar qamrab olingan. Ta'kidlash lozim, g'amxo'rlik guruhlarida bolalarning ta'lim olishi mutlaq bepul amalga oshiriladi.